Assalomu alaykum. 2023-yilda O'zbekistonda 3000 dan ortiq bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bu faqat aniqlangan faktlar. Bundan tashqari aytilmagani, aniqlanmagani va oilaviy sir sifatida saqlanganlari ham bor. Ko'z yumib bo'lmaydigan masala bo'yicha bugun suhbatlashmoqchimiz. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik va ularning oldini olish choralari va qonunchilikdagi bu boradagi yangiliklar haqida quyi palata deputatlari bilan suhbat qilishni niyat qilganmiz. O'ylaymizki, hamma uchun bab-baravar manfaatli bo'ladigan suhbat bo'ladi. Suhbatdosh deputatlarimiz bor va ular bilan tanishing. Qonunchilik palatasining Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatni rivojlantirish masalalari qo'mitasi raisining o'rinbosari Tilavoldiyev Nodirbek Hakimovich va ushbu qo'mitaning a'zosi Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Umida Rahmonova. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Bugun sizlar bilan juda ham dolzarb mavzu bo'yicha suhbatlashmoqchimiz. Aynan o'sha 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan qonunchilikda bolalarga oid qanday normalar, yangiliklar kiritilmoqda, nima tashabbuslar amalga oshirilmoqchi, mana shularni sizlar orqali bilmoqchimiz, chunki biz yaxshi bilamiz, bolajon deputat sifatida bolalarning manfaatlarini himoya qilish uchun ko'plab takliflarni, savollarni o'rtaga tashlagansizlar, fraksiya yig'ilishlarida, o'sha ishchi guruhlarda. Mendagi birinchi savol, hozirgi kunda O'zbekistondagi qonunchilikda bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilishga oid qaysi asosiy qonunlar amalda ishlayapti va bu qonunlar zamonaviy xavf-xatarlarga javob bera oladimi? Avvalambor Shahzodaxon, bugungi podkastingizga taklif etganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Keling, birinchi navbatda bu kunda ahamiyati to'g'risida gapiraylik, keyin sizning savolingizga o'tsam. O'zingiz aytib o'tdingiz, 1-iyun butun dunyoda bolalarni himoya qilish kuni. Bu demak bayramda, bu muhim kunda bir tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, bu 1925-yili Jenevada asos solingan ekan. Ya'ni mana shu bolalarni farovonligiga bag'ishlangan konferensiyada mana shu bolalarni o'sha paytda ham bolalar masalasi juda ham muhim hisoblangan. Hozir ham xuddi shunday. Ana shuning uchun kelinglar, bolalarni mana shu huquqlarini himoya qilish bo'yicha bitta kunni belgilaylik-da, butun dunyo hamjamiyati mana shu bolalar masalaga alohida e'tibor qaratsin. Bolalarning huquqlari, manfaatlari, ularning erkinliklari, sog'lig'i, ta'limi alohida e'tibor beriladigan kun bo'lsin deb mana shu kunni tanlashgan ekan. Endi bolalarning bayrami ikkita. Birinchisi aytganingizdek, bolalarni himoya qilish kuni 1-iyun kuni, xuddi shuningdek 20-iyun bu butun jahon bolalar kuni. Bunga nima sabab bo'lgan? Bunga 1954-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, demak, butun jahon bolalar kuni deb e'lon qilgan. 20-noyabr juda muhim sana, chunki 1959-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan demak bolalar deklaratsiyasi, bolalar huquqlari deklaratsiyasi qabul qilingan. Oradan 30 yil o'tib, 1989-yili 20-noyabr kuni bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiya qabul qilingan. Adashmasam, umdaxon 13 milliondan ortiq bizda bolalarimiz bor. Bular umumiy aholining 35%ni tashkil qiladi. Shuning uchun O'zbekistonda bu bolalar masalasi har doim bu davlatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilib kelingan. Va bugungi kunda ham aynan mana shu bolalarning huquqlarini himoya qilish, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha juda ham katta islohotlar amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha juda ham ko'p muhim qonunlar qabul qilganmiz. Bugungi kunda bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha 40 dan ortiq qonunlar bor va 2024-yil umdaxon menimcha bu bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha juda ham muhim yil bo'ldi, chunki aynan bolalar huquqlariga doir juda ham muhim qonunlarni qabul qildik. Masalan, birinchisi bu 2024-yilda muhim qonun bu aynan bolalar huquqlarini himoya qiluvchi alohida institut tashkil etilgani, ya'ni bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonun qabul qilindi bu 24-yil fevral oyida. Undan keyin muhim qabul qilingan qonun bu adashmasam bu umdaxon oktyabr oyida edi shekilli, bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qonun qabul qilindi. Bu juda ham muhim qonun bo'ldi, chunki bu qonunda mana shu zo'ravonlikning shakllarini hammasini sanab o'tildi, ta'rif berildi, davlat organlarining vazifalari, mas'uliyatlari hammasi sanab o'tildi. Va shu bilan birga endi O'zbekistonda bor qonunlarimizdan bu bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunimiz bor. Bundan tashqari O'zbekiston aynan mana shu bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha juda ham muhim konvensiya hamda nima deydi, boshqa hujjatlarni ratifikatsiya qilgan. Yuqorida aytib o'tgandek, bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, bola huquqlari deklaratsiya, keyin bolalarni eng yomon mehnat shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi konvensiyalar bor. Bularni hammasiga O'zbekiston ratifikatsiya qilgan va bularni bugungi kunda bajarib kelmoqda. Xo'p, bu savolga deyarli javob oldim Nodir akadan. Sizga boshqa savol bilan yuzlamoqchiman, Umid opa. Nechta farzandingiz bor?
2 nafar. 2 nafar farzandingiz bor. Men siz ko'p munosabatlaringizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganman. O'zi o'sha Instagram deymizmi, Telegram kanallarida ko'p ko'rganmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan o'sha bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'proq yoritilmoqda. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir xabarlar ko'rayotgan paytingizda o'tib ketmasdan ko'rasiz, ochasiz bu holatlarni va qanday o'ylaysiz? Mana shunday holatlarning sodir bo'lishi bu qonunlarimizning yetishmayotganligidanmi yoki ijro tizimida qanaqadir muammo borligidanmi? Bu juda ham og'ir savol, chunki har bitta ota-ona o'sha bolalarga nisbatan zo'ravonlikni ko'rganda yoki guvohi bo'lganda, albatta o'zini farzandlari birinchi ko'z oldidan o'tadi. Balki mani bolamga ham kimdir shunaqa munosabat qilayotgandir. Ya'ni bu zo'ravonlik faqat oilalarda emas, ba'zan o'quv muassasalarida, ba'zan ko'cha-ko'yda, ba'zan maktablarda, umuman istalgan joyda sodir bo'lishi mumkin. Va siz aytayotgan ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi holatlarni kunda-kunora ko'zimiz tushishi yoki qayerdadir bu holatlarni borligi haqida ma'lumot berayotganligi bu qonunlar ishlamayotganidan emas, bu bugun axborot erkinligi va mana shu axborotni yetkazuvchilar ko'payganligidan. Chunki so'nggi yillarda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramizmi, umuman kim xabarini bersa ham shu holatlar tezda nazoratga olinyapti, uni aybdori aniqlanyapti, nimaga qonun ishlamagan, siz aytganingizdek, qaysi ijrochi bunga mas'ul bo'lgan yoki vaziyat nima sabab bo'ldi bunaqa holat yuzaga kelishiga kabi vaziyatlar o'rganilyapti. Va o'sha axborot erkinligi, bilasiz, blogerlar bugun ko'payib ketdi va istalgan shaxs bloger bo'lishi mumkin. Bu o'sha jamoatchilik nazoratining eng yaxshi ko'rinishi agar undan to'g'ri foydalana olsak. Va ko'p hollarda ayni mana shu xabar beruvchilar orqali har doim ham endi nima deydi, deputatlar yoki ijro organlari xonadoni ichida bo'layotgan hodisalardan yoki o'quv muassasalarining bir burchagida bo'layotgan hodisalardan xabarsiz qolib ketishi mumkin ba'zan. Va mana shu kabi faol fuqarolar tomonidan bularni xabardor qilinishi albatta vaziyatlarni oldini olishga yordam beryapti. Lekin azaldan bizda bitta odat buni qadriyat deb noto'g'ri baholashadi, lekin bu qadriyat emas. Bizning asl qadriyatimiz bu ojizlarga, bolalarga yoki o'sha hurmatga loyiq bo'lgan ayollarimiz, biz doim shunaqa qaraymiz, ayol qizlarimizni ularga hurmatini joyiga qo'yish va himoya qilish. Mana bu bizning qadriyatimiz. Lekin bugun oilam ichidagi ayolimga yoki bolalarimga men xo'jayinman, meni bolam bilganimni qilaman, xohlasam uraman, xohlasam erkalayman degan afsuski ota-onalar qatlami ham bor va buni ming afsuski mentalitet deb baholashadi. Ya'ni bizning qadriyatimiz shunaqa. Biz azaldan bolamizni kaltaklab tarbiyalaganmiz. Yo'q, bu qadriyat emas. Bu zo'ravonlik. Ya'ni bola ham u balki u katta inson emasdir, u hali yaxshini yomondan ajrata olmas, lekin bolaga ota-ona aynan shu uchun berilgan. Ya'ni yaxshini yomondan ajratishga ko'maklashish uchun. Zo'ravonlik bilan yoki majburlash orqali emas. Ya'ni bolaning ham o'zining huquqlari bor. Va har doim aytamiz-ku, qonunni bilmaganimiz bizni javobgarlikdan ozod qila olmaydi. Ya'ni bu meni bolam, men bilmagandim bunaqa qonun borligini. Unaqa deyish kerak emas. Ya'ni nimaga davlat bu qadar bolalarni himoya qilishga, bu qadar bolalarni zo'ravonlikdan asrab qolishga yoki ularga ruhiy yoki jismoniy bosim bo'lishini oldini olishga intiladi. Nimagaki ertaga aynan mana shu muhitda tarbiyalangan bola kafolat bera olmaydi hech kim boshqa xuddi shunday tinch yashagan yoki osoyishta sharoitda o'sgan bolalarga ziyon yetkazmasligi yoki o'sha jamiyatdagi osoyishta muhitni buzishi mumkin emas degan bir kafolati yo'q hech kimni. Ya'ni har bitta agressiv kayfiyat bu jamiyatga zarar degani. Shu uchun ham davlat har doim o'sha hatto bolalarni ota-onasidan ham himoya qilishga harakat qiladi. Men har doim bitta gap aytaman. Bola faqat ota-onaniki emas, u jamiyatning bolasi. Chunki u jamiyatdan ajralib faqat o'sha ota-ona bilan yasha olmaydi. Baribir u jamiyatga, maktabga aralashadi, bog'chaga aralashadi, ertaga bir kadr sifatida qaysidir sohada ishlaydi va uni kayfiyatidagi qachondir miya ostida qolgan o'sha zo'ravonlik, alamzadalik kayfiyati albatta bir kun o'zini ko'rsatadi. Shu uchun ham nafaqat o'sha bola huquqlariga mas'ul bo'lgan tashkilotlar, balki davlat birinchi navbatda mana shu tashkilotlar orqali bola himoyasiga doim shay turadi. Va siz aytayotgan ijtimoiy tarmoqlarda bularni oshkor qilinishi bu juda yaxshi. Bu faol jamoatchilik nazorati. Chunki bola bilan bog'liq har qanday holatga hech kim befarq bo'lishga haqqi yo'q. Rahmat. Fikrlaringizga qo'shilgan holda keyingi savolimga o'tmoqchiman. Masalan, deputatlarimiz har oyning so'nggi haftasida hududga borishadi. Hududga borgan paytda o'sha murojaatchilar yoki yangi qonun loyihalari bo'yicha aholining murojaatlari, savollari, takliflari o'rganiladi. O'sha paytda o'sha uzoq ayniqsa qishloq joylarda bolalarga nisbatan zo'ravonlikni aniqlash yoki ularning oldini olish bo'yicha deputatlar qanday ishlarni amalga
oshiryapti yoki bu faqatgina bolalar ombudsmanga yuklatilgan vazifami? Albatta hududlarga borganda biz bu masalalarga ham e'tibor berishga harakat qilamiz. Chunki bevosita o'zimiz saylov okruglarimizga borganda biz oddiy odamlar bilan ko'rishamiz. Mahallalarga boramiz, ko'chalarga kiramiz, ayollar bilan suhbatlashamiz va aynan mana shu suhbatlar jarayonida, uchrashuvlar jarayonlarida Qonunchilik palatasida aynan bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qabul qilayotgan qonunlarimizni mohiyatini tushuntiramiz. Iloji boricha bu bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish faqatgina qonun bilan emas, balki qonun ham muhim, lekin birinchi navbatda ularda huquqiy bilimlarini oshirish, ularda bu bolalar zo'ravonligini oldini olishga munosabatini o'zgartirishdan ham boshlashimiz kerak. Ko'proq shu narsaga e'tibor beramiz. Chunki mana hozir Umdaxon ham aytib o'tishdi, demak bizda shunaqa jicha noto'g'ri bo'lsa ham aytib o'tishimiz kerak. Bu shunaqa tushuncha shakllanib qolganki, ota-onalarda bolalarni jismonan jazolab yoki bo'lmasa psixologik bosim bilan tarbiya qilsak, bu bolamiz yaxshi katta bola bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Demak, ko'proq o'qiydi, ko'proq o'zini ustida ishlaydi degan tushuncha borda. Bu narsa noto'g'ri. Mana UNICEFda yaqinda bitta xulosasi chiqdiki, o'rganishlar, so'rovlar olib borgan. Bu so'rovlarga ko'ra O'zbekistondagi 10,7% ota-onalar farzandlarini tarbiyalashda aynan jismoniy kuch yoki psixologik bosim o'tkazish ularda yaxshi bola bo'lishiga olib keladi degan xulosa berilyapti. Biz shu narsani tushuntirishga harakat qilamiz. Yo'q, bu noto'g'ri. Jismoniy kuch bilan sizlar hech qachon o'zlaring orzu qilgan farzandni parvarish qila olmaysizlar. Chunki baribir jismoniy kuch mana shu bolani qaysidir burchagida qolib ketadi, hozir aytishganidek. Katta bo'lganda aytadi-ku, detskiy travma bo'lib qoldi deb. Xuddi shunaqa detskiy travma bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchi navbatda masalan shaxsan men mana shu yoshlar bilan suhbatlashayotganda yoki mahalladagi oilalar bilan suhbatlashayotganda aynan mana shu tarbiyani shu jihatlariga, ya'ni jismonan jazolash yoki ruhiy bosim o'tkazish emas, balki ular bilan ochiq dildan suhbatlashish, ularni mana shu o'qishlarda amaliy yordam berish, birgalikda kitob o'qish, birgalikda ko'proq vaqt o'tkazish, dilzam suhbatlashish masalalarga ko'proq e'tibor berilsa, menimcha bu o'ylagan maqsadlarimizga yetishamiz va bu to'g'ri yo'l bo'ladi. Hozirgi kunda maktab, bog'cha, oila muhitida sodir bo'layotgan yashirin zo'ravonlik holatlarining oldini olish yoki ularni aniqlash bo'yicha quyi palatada deputatlar tomonidan nimalar amalga oshirilishi kerak yoki qonunlarga qanday normalar kiritilishi kerak deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikringizni bilmoqchi edim. Nazarimda so'nggi 5 yilda keraklicha normalar ishlab chiqildi bola huquqlari bo'yicha. Ya'ni yuqorida aytib o'tdingiz, bolalarga nisbatan qanday zo'ravonliklar bo'lishi mumkin ekanligini har bittasi inobatga olindi, hattoki bullying ham. Ya'ni bullying amaliyoti biz O'zbekistonga yaqinda kirib keldi va bu tezda bizga qabul qilindi. Bu nima degani? O'sha bolalarni kamsitish, endi bolalarni o'zini do'stlari orasida bo'ladi, ajratib qo'yish yoki ustidan masxaralash kabi. Aslida u yoshdagi bolalar buni o'yin deb o'ylashadi, lekin bu o'yin deb o'ylangan holat ham bolaga ruhiy zarba bo'lishi mumkin. Ya'ni tengdoshlardan ajralib qolishi, o'zini hech narsaga qodir emas deb tasavvur qila boshlashi va o'zidan kamchiliklar qidirishga hatto o'tib ketishi bolani o'ziga bo'lgan ishonchsizlikni rivojlantirishga sabab bo'ladi va bu bolani o'sha eng katta va og'ir ruhiy bosimi desak ham bo'ladi. Hatto shuni ham oldini olishga qaratilgan qonun loyihasi bizda ishlab chiqildi, qabul qilindi va bugun bu amaliyotga ham joriy etildi. Biza bilasiz, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bir necha yillardan beri o'sha bola huquqlari borasida amalga oshirgan ishlarimiz va bo'ynimizga olgan majburiyatlarimiz bo'yicha hisobot topshirib kelyapmiz va mana shu hisobotlarimiz, ma'ruzalarimiz ancha yillardan beri juda yuqori baholanyapti. Ya'ni so'nggi yillarda o'sha bolalar mehnatiga barham berilganligi va qonun loyihalarida o'sha bola huquqlari bilan bog'liq masalalarni bartaraf etilishi va bundan tashqari bolani so'nggi o'tgan chaqirig'ida biz ishlaganmiz Nodir aka bilan. O'tgan chaqiriqda ham hattoki bolani xorij mamlakatlarida qarovsiz qoldirganlik uchun ota-onalarga javobgarlikni belgilash borasida yoki bolani xohish istagiga qarshi uni qaysidir o'quv markazlari yoki qaysidir tilga o'rgatish yoki o'sha qonunda belgilanmagan diniy markazlarga topshirish bu javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin degan ma'noda oilaviy zo'ravonlik masalalari, bu masalalar ko'rib chiqildi. O'zingizning ham xabaringiz bor, bizning fraksiyada har doim bola va ayollar, xotin-qizlar masalasida kirgan har bitta qonun juda chuqur muhokama qilinadi. Nimaga? Chunki qadriyat aynan mana shu ikkita qatlam bilan bog'liq, ya'ni bolalar va ayollar bilan bog'liq. Ya'ni sharqdagi haqiqiy qadriyat bu nima deydi, mehrli, muhabbatli hamda o'sha bilimli ayollarni, xotin-qizlarni tarbiyalash va shular orqali bolalarni tarbiyalash. Bu mana shu bizni o'sha jamiyatni rivoji, davlatni rivoji hamda milliy mentalitet bilan bog'liq bo'lgan eng muhim qadriyatimiz mana shu. Va mana shu qadriyatlarga
ziyon yetkazadigan, ozgina bo'lsa-da bir zarar beradigan har qanday harakatlarni cheklaydigan biza o'sha qonun loyihasi kirayotganda albatta bola huquqi yoki xotin-qizlar manfaatlari o'sha mehnat borasidagi mehnat kodeksiga olib kirgan qonun loyihasida ham bolalarchi, ularga qarovchi onalarichi, ular o'sha tug'ruq ta'tilida bo'lgan davrchi degan masalalarni albatta o'rtaga tashlaganmiz. Chunki bola huquqi bevosita unga qarovchi bo'lgan ayolning huquqi, onaning huquqi bilan bog'liq masalada. Ya'ni 3 yoshgacha yoki 3 yoshgacha bo'lgan bola ham u chaqaloq yoki go'dak bo'lishdan qat'iy nazar uni albatta huquqlari bor. Ya'ni u onasi bilan bo'lish, mehrga to'yinib o'sish kabi huquqlarga ega. Biz ko'pincha o'zini tanimagan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni barcha huquqlarini onalariga topshirib qo'yamiz va ular xohlagan mana bola savdosiga qarshi bo'lgan qonun loyihasi ham ishlab chiqilishning maqsadi shu edi. Ya'ni bola to'g'ri qaysi oilada tug'ilishini tanlay olmasligi mumkin, lekin huquqlarini davlat tanlaydi. Albatta huquqlarini ta'minlab beradi. Hozir sizni o'sha onalar ta'tili deganingizdan esimga keldi. Otalar ta'tili degan tushuncha ham kirgan edi qonunchilikka, otalar dekreti deb jamoatchilik tomonidan muhokama qilindi. Shu masala nima bo'ldi taqdiri? Bu qonun loyihasi qabul qilinmadi, lekin aytib o'tish kerak, bu alohida qonun loyihasi emas edi. Mehnat kodeksiga oid bir necha normalarni o'zgartiradigan moddalarning ichida bitta norma aynan mana shu otalik ta'til bilan bog'liq norma edi. Bu normani asosiy maqsadi shundan iboratki, demak, oilada farzand tug'iladigan bo'lsa, otalarga farzand tug'ilgandan keyin 30 ish kuni ichida, 30 ish kuni ichida, demak, 5 kunlik ish haqi saqlangan holda ta'til berish ko'zda tutilgan edi. Chunki bola tug'ilgandan keyin bilasiz, onasini demak tug'ruqxonadan olib chiqish kerak, boshida onasiga yordam berib turish kerak. Aynan mana shu ishlarda demak ayollarga yordamlash uchun ushbu ta'til ko'zda tutilgan edi. Lekin qonunda bu normasiga qarshilik bo'lgani yo'q unchalik. To'g'ri, ba'zi bir deputatlarimiz bunga tadbirkorlar nuqtai nazaridan qarab turib aytishdi. Agar tadbirkorda aytaylik mana shu ishlayotgan erkak kishi ota bo'lsa, bu tadbirkor o'zini ziyoniga ko'ra unga ish haqini saqlab javob berib yormaydi-ku degan savollar berishdi, lekin ko'p deputatlarimiz bu normani qo'llab-quvvatlashdi. Qonun qaytib ketganiga asosiy sabab qonunning boshqa normalari bo'yicha e'tirozlar bo'lgan. Lekin o'sha tug'ruq ta'tili endi bizni otalarimiz noto'g'ri tushunishadi. Ayolim nimaga men endi bolam uchun ta'tilda o'tiramanmi? Bizga to'g'ri kelmaydi, erkakligimga to'g'ri kelmaydi. Lekin menimcha har qanday erkak ham, ayol ham oilasi tinch bo'lsagina ishda o'zini ko'rsata oladi. Ya'ni bizada buni ham ko'pincha mentalitetga biz sharqqa to'g'ri kelmaydi deyishadi, lekin bizni sharqqa oilasi uchun nima muhim, mana shu jihatni qo'llab-quvvatlash to'g'ri keladi. Ya'ni oilani o'sha onani o'sha nima deydi, tug'ruqxonadan chiqqan ayolni va go'dakni otaga ehtiyoji bormi? Demak, u albatta qoplanishi kerak. Ya'ni o'sha oilani mustahkamligi uchun, salomatligi uchun u albatta qoplanishi kerak. Endi mentalitetga to'g'ri kelmaydi, men o'rtoqlarim oilasida qanday bosh ko'tarib yuraman deb oiladan voz kechib bo'lmaydi-ku. Xuddi shunga o'xshagan. Buni vaziyatni to'g'ri qabul qilish kerak va buni hech ham mentalitetga bog'lab, buni noto'g'ri qadriyat sifatida ommalashtirishning hojati yo'q. Ya'ni bu oila o'sha ham ota ham onaniki. Ya'ni bolaga ham ota ham ona mas'uliyatini borligini inobatga oladigan bo'lsak, bu normal jamiyat uchun normal holat. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Bu bola masalasi, farzand masalasi juda ham nozik masala. Albatta, bunday qonunlarni qabul qilayotganda albatta mahalliy o'zimizning mentalitetimizni, o'zimizning urf-odatlarimizni ham inobatga olishimiz kerak. Chet elda shunaqaki, bolalarni huquqlarini, huquqlarini, ularning erkinliklarini shu darajada himoya qilinganki, hatto ota-ona farzandiga qattiqroq gapiradigan bo'ladigan bo'lsa, haligi farzand bolalarni himoya qilish organiga telefon qilib yoki bog'lanib ota-onasining ustidan arz qilishi mumkin. Bunaqa narsa bizning mentalitetimizga to'g'ri keladimi? To'g'ri kelmaydi. Shuning uchun albatta mana shu hamma qonunlarni qabul qilayotganda albatta birinchi o'rinda mana shu bolalarni ustuvor manfaatlariga e'tibor bergan holda, lekin milliy mentalitetimizni ham e'tiborga olib qonunlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Yana ijtimoiy tarmoqlarga kiramizda, ijtimoiy tarmoqlarga qaraydigan bo'lsak, ko'pincha o'sha oilaviy holati bo'yicha, oiladagi qanaqadir mojarolar bo'yicha ijtimoiy tarmoqqa, aniqrog'i blogerlarga murojaat qilyapti, qonunga emas. Buni qanday sharhlaysizlar? Bizda ko'pincha fuqarolar biz qonunni bilmaymiz-ku deb har doim o'sha qonunni biladigan odamlarga murojaat qilishga harakat qilishadi. Ya'ni ko'proq mashhur blogerlarga tezroq tarqalishi uchun, tezroq yordam so'rash uchun murojaat qilishadi. Lekin bizda qonunlar hammasi ochiq, qabul qilingandan keyin u hatto qabul qilinmasdan oldin ham loyiha sifatida muhokamaga qo'yiladi bugun jamoatchilik muhokamasiga. Ya'ni masalan bola huquqlari bo'yicha bugun qonun loyihasi Oliy Majlisga kiritilgan bo'lsa, Qonunchilik palatasiga u albatta jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Ya'ni jamoatchilik
foydalanuvchilik o'sha e'lon qilingan sayt orqali bemalol uni tanishishi, hattoki takliflarni berishi mumkin. Lekin biz ko'pincha shunaqamizda, men doim fuqarolar bilan uchrashganda ham shu narsani aytaman. Biza o'zimizga kerakli bo'lgan reklamalarni yoki kichik ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqdan juda tez topib olamiz. Lekin o'sha xuddi biz o'zimizga kerak boshqa materiallarni izlayotgan ijtimoiy tarmoqqa bizni bugun qiynayotgan muammo haqida yozsak, albatta qonunlarni chiqarib beradi. Masalan, bolamiz zo'ravonlikka uchrayapti. Bola zo'ravonligi bo'yicha qonunlar deb yozish, masalan, nazarimda unaqa qiyin ish emas. Google'ga yozasiz, va hamma ular informatsiya har chiqadi. bitta qonunni, faqat O'zbekistondagi qonunlarni, O'zbekiston ratifikatsiya qilgan xalqaro qonun normalarini ham chiqarib beradi. Ya'ni bu uchun o'zimizda ham o'sha shaxsni rivojlanish bo'yicha aytdilar, shaxsga bog'liq jihatlari juda ham ko'p. Yaqinda biz mana o'zingiz bilasiz, bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonun loyihasini qonunni qabul qilganmiz va mana shu qonunda biz yozib qo'yganmizki, bolalar ombudsmani demak ham Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga ham Senatga hisobot berish kerak. Va bu yil biz ombudsmanda hisobotini eshitdik. Demak, hisobotda ham shu narsalar keltirildiki, demak, bugungi kunda afsuski odamlarda mana shu bolalarda zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha huquqiy savodxonlik yetishmayapti. Mana siz aytgandaqa, bo'lmasa bolalar ombudsmani to'g'risida qonun bor, bolalar ombudsmani bor, uni mintaqaviy jamoatchilik asosidagi vakillari bor. Shunday bo'lsa-da, ba'zi hollarda ular demak blogerlarga yoki boshqa shaxslarga murojaat qilishyapti. Agar huquqlarini bilganda, ular bevosita mana shu joydagi mintaqaviy vakillarga ombudsmanga murojaat qilishadi yoki ombudsmanga o'ziga murojaat qilishlari mumkin yoki bo'lmasa ichki ishlarga. Lekin meni fikrim bu blogerlarga murojaat qilsa ham mayli. Asosiysi mana shu muhimi murojaat qilsin. Chunki men nimaga e'tiborimni qaratdim bu yilgi hisobotda, demak, hozirgi ombudsmanimiz menimcha juda ham yaxshi faol ishlashyapti. Chunki mana shu ijtimoiy tarmoqdagi har qanday holatga juda ham tezkor munosabat bildirib, borib o'rganib, mana shu muammoni yechishga, mana shu huquqbuzarlikni oldini olishga harakat qilishyapti. Mayli mana shu blogerga chiqishadimi, kim ijtimoiy tarmoqda yashadimi yozishsin. Lekin albatta bunga xabardor qilinsin, e'tibor qaratilyapti. Juda ham ko'p salbiy, juda ham nima deydi, yomon holatlar aynan xabar bermaganligidan chiqyapti. Shuning uchun ombudsmanimizdan ham aytib o'tishdi, bu yil ombudsmanga 1000 dan ortiq murojaat bo'lgan. Bu o'tgan yilga nisbatan deyarli 2,5 barobar ko'p. Demak, buni ham ijobiy baholash mumkin, ham salbiy. Salbiy holatda demak, bolalar zo'ravonligi ko'payyapti deb aytishimiz mumkin. Lekin ijobiy tomoni odamlarda huquqiy bilimlari oshyapti. Demak, mana shunaqa holatlar bo'lganda ombudsmanga murojaatlar qilishyapti deb aytish mumkin. Ombudsmanda bugungi kunda Telegramda ham, YouTube'da ham, Facebookda ham hamma joyda ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini nimalari bor, sahifalari bor. Har qanday mana shu ijtimoiy tarmoqdagi noxush holatlar bo'yicha munosabat bildirilib bo'lyapti. Menimcha shunday davom etish kerak. Bu ijtimoiy tarmoqlar qancha ochiq bo'ladigan bo'lsa, bu bolalar zo'ravonligini oldini olishga ham, mana shunaqa yomon holatlarda yechim topishga ham yordam beradi. Bitta muhimi xabardor qilishdi. Biz ilgari ko'p jihatdan biz eshik ortidagi gap deb qaraganmiz oilaviy munosabatlarni hammasini. Ya'ni bolaga nisbatan zo'ravonlik bo'ladimi, ayolga nisbatan zo'ravonlik bo'ladimi? Masalan, o'tib ketayotganda bu uni oilasi yoki er-xotinning o'rtasiga faqat ahmoq tushadi degan o'sha g'alati qarashlarimiz bo'lganda, lekin bu nima deydi? Biz bekorga mahalladagi 5likni 7likka aylantirmadik, bekorga mahalladagi o'sha 5likka katta vakolatlar bermadik. Masalan, xotin-qizlar faoli bor, yoshlar yetakchilari bor. Xotin-qizlar faoli bir vaqtning o'zida bolalarga ham javobgarda, ya'ni o'sha oiladagi muhitni u juda ham yaxshi biladi. Va eng muhimi xabardor qilish deganimizda o'sha so'nggi yillarda faqat bolalar zo'ravonligi, xotin-qizlar zo'ravonligiga nisbatan ham bir qat'iy choralar ko'rilishni boshladi va xabardor qilish boshlandi. Qanday bosh ko'tarib yuraman degandan ko'ra, u zo'ravondan vaqtida qutulganni o'zi bir o'sha fuqaro uchun ham, murojaat qilgan shaxs uchun ham bu juda ham yaxshi. Ya'ni zo'ravon agressor deyiladi endi. Ya'ni o'sha agressor vaqtida tuzalmadimi, demak u insondan tezda qutulish chorasini ko'rish kerak. Ya'ni uni joniga qasd qilish boshqa ma'noda emas. Ya'ni hayot bir marta beriladi. Har bitta inson baxtli yashash huquqiga ega va bu baxtli yashash uchun o'zi ham harakat qilish kerak. Ya'ni uni davlat tomonidan barcha huquqlari kafolatlangan. Lekin aytib o'tganimizdek, u qozon yopiqligicha qolaversa, murojaat bo'lmasa, uni xotin-qizlar faoli ham aralashganda nimaga aralashding deb unga tazyiqlab bo'lsa, bu muammo gazak olib ketaveradi. Mana shunaqa holatlar bo'ldiki, ko'pincha bizning jamiyatimizda nimaga bolalarga nisbatan zo'ravonlik bo'lyapti. Bola aytayapman-ku, himoyasiz qatlam va shundan ko'pchilik foydalanyapti. Mana so'nggi yillarda tarmoqlarda juda ko'p kuzatildi, erini alamini bolasidan olayotgan yoki ayolini alamini bolasidan olayotganlar paydo bo'ldi. Ya'ni bola o'zini himoya qila olmaydi. Ayol eridan mehr yoki e'tibor ko'rmadimi,
o'zini himoya qila olmaydigan bolani jazolash orqali shu e'tiborni tortmoqchi bo'lyapti. Yoki ota erkak ayoliga dars berish uchun himoyasiz boladan foydalanmoqchi bo'lyapti. Bolani o'g'irlash holatlari, yashirib qo'yish holatlari yoki unga qanaqadir jismoniy ziyon yetkazish holatlari yoki bolaga ruhiy bosim bilan gapirtirish holatlari, buni har bitta shaxs o'zi anglab yetishi kerak. Bu kimgadir jazo berish uchun, kimdir tarbiyalash uchun o'sha endigina tarbiyalanish bosqichida atrofdagi hamma narsani boricha qabul qilayotgan qatlamdan foydalanish bu faqat zarar. Ya'ni buni zarari ertaga oila yarashib ketishi mumkin va buni zarari o'sha oilaga albatta yetadi. Ya'ni u otaga yoki onaga yoki jamiyatga kimgadir albatta alamini sochadigan bola bo'lib yetishadi. U ham agressor bo'lib chiqadi. Va buni oldini olish uchun biz ko'proq harakat qilishimiz kerak. Ya'ni men oilamga yaxshi mehr bersam-u, bolalarim bilan yaxshi shug'ullansam-u, birovga zarar yetkazish bu noqonuniy ish ekanligini, jazo bor ekanligini o'rgatsam-u, qo'shnim bolasiga zo'ravonlik qilayotganda, men ular bilan nima ishim bor, o'zim bolam bilan shug'ullansam bo'ldi-yu desam, men o'zimcha asragan bolamga albatta uni bolasi zarar yetkazishi mumkin. Ya'ni men bolamni jamiyatdagi bolalar bilan birga asrashim kerak. Chunki ular ertaga jamiyatga bir paytda aralashadi. Va shu uchun ham kimga bo'lsa ham albatta murojaat qilish kerak. Bola ombudsmani bo'yicha hozir Nodir aka juda yaxshi aytdilar. Bizda bola ombudsmani kuchi juda ham kam. Shtatlari juda ham kam. Lekin eng yaxshi ish berayotgan shukurki ayni mana shu tashkilot bo'lyapti. Men o'zi aynan bolalar ombudsmani rahbariga birorta ijtimoiy tarmoqda endi baribir onaman, ayolman, deputat bo'lishdan qat'iy nazar ko'rganimda bu nimasi bu, nimaga bunaqa bo'lyapti deb birinchi o'sha bolalar ombudsmaniga yozaman. Opa, xabaringiz bo'ldimi desam, opa allaqachon xabar topib, shug'ullanib, menga bor tafsilotni yozib yuboradilar. Qoyil qolaman. Bitta o'zi shu menimcha bu tashkilotni qo'llab-quvvatlash, o'sha shtat birliklarini qayta ko'rib chiqish, deputatlar nima tashabbus qiladi, nima takliflar bor deysiz, men shuni taklif qilgan bo'lardim. Bola ombudsmani bizda eng kuchli tashkilot bo'lishi kerak. Ya'ni bolaga yordam kerak bo'lganda tez yordamdan-da ko'proq tezda uchib boradigan shaxs bu bola ombudsmani bo'lishi kerak. Yuqorida siz aytdingiz-ku, masalan, men o'zim bolamga emas, qo'shnini bolasiga ham javob berishim kerak, uni mas'uliyatini ham bo'ynimga olishim kerak deb. Lekin shunaqa oilalar borki, masalan, uni farzandi bo'yicha nimadir fikr aytib, men o'g'lim mana qildi yo qizim mana qildi siz, sizni to'g'ri qabul qilmaydi-da. Sizga negativ paydo bo'ladi. Bunaqa holatlardan qanaqa chiqib ketish kerak? Siz aytayotgandek, to'g'ri, hamma ham qabul qilmaydi. Ya'ni ko'pchilik bolasidan faqat maqtovlarni orqasidan eshitishni, maqtasangiz bolasini, bolangiz yaxshi ekan bu desangiz, siz yaxshisiz o'shaning uchun. Siz yaxshisiz va u juda yaxshi. Agar bolangiz rosa to'polonchi ekan yoki buni mana bunaqa qilish kerak, bolalarni yoshligidan e'tibor berish kerak, kattalar bolalarni o'sha tartibga solish uchun kerak bo'ladi desangiz, noto'g'ri qabul qilishadi. Men bolamga siz xo'ja emassiz, o'zingiz bolangizni eplab oling. Ya'ni oxirgi paytlarda ming afsuski biz ta'limda ham shu narsani ko'ra boshladik. Ya'ni bizning kichkinaligimizda ustozlar tomonidan berilgan dakki to'g'ri qabul qilinsa, bugun nimaga meni bolamni uyaltirdingiz, nimaga meni bolam kitob o'qib kelmagani uchun qo'yib berdingiz degan holatlar paydo bo'lyapti. Lekin bunga sizni negativ qabul qilishsa ham baribir kurashda davom etaverish kerak. Chunki baribir kun qabul qilishadi. Ya'ni uni ko'zga ko'rinmaydigan bolasidagi yomon holat, chunki nimaga to'g'ri qabul qilish kerak, chunki aytadi-ku, tipratikan bolasini yumshog'im degan ekan deb. U yaxshi ko'rgan bolasini har qanday yomonligi ham ko'ziga yomon ko'rinmaydi-da. Lekin chetdan qaragan odamga albatta u bilinadi. Agar shu sizga negativdan qo'rqmasdan jamiyatni faol bo'lish uchun siz kurashda davom etsangiz, ya'ni to'g'ri so'z bilan tushuntirsangiz albatta tushunishadi. Yo, mana bu balki unga boshqacha yo'l bilan tushuntirish kerakdir. Bu juda ham qiyin masala. Nimaga biz oila haqida bir xil to'xtamga kela olmaymiz? Bola tarbiyasi ham xuddi shunaqa juda qiyin masalada. Chunki bolani qanday rivojlanishi oiladagi muhit bilan bog'liq bo'lgandek, birinchi navbatda biz o'sha oilalardagi muhitni to'g'irlab olish, yana tarbiyaga, yana qadriyatga borib taqaladi. Chunki bekorga azalda aytishmagan, bitta bolaga 7 mahalla ota-ona deb. Lekin biz aytamizki, meni bolamga siz xo'ja emassiz. O'sha meni bolam bilan ishingiz bo'lmasin. Lekin buni har kimni eshitish kerak. Keraklisini qabul qilish kerak. Men kichkinaligimda eslayman, agar men ustozim meni qo'ydi desam, uyimga kelib, onamdan ham xuddi shunaqa qo'yish eshitardim. Hech qachon ustozimdan nimaga qo'yding deb balki menga bildirmagan holatda so'ragandirlar, lekin men bilmaganman. Men uchun ustozim bilan nimagadir Samanga borganlarini. Va bu bilasizmi, men buni nimaga aytyapman? Yoshligimni eslab. Va hozir men o'zim shunaqa qilaman. Agar qizim ustozimni dars o'tishlari menga yoqmadi yoki bugun hammani oldida qo'l ko'tarsam mendan so'ramadilar deb og'rinib gapirsa,
yaxshi bo'pti, demak yaxshi tayyorlanmagansan, yaxshi tayyorlanib borish kerak. Ustoz bu buyuk shaxs, uni aytganini albatta qilish kerak. U sani rivojlanishing haqida qayg'uryapti deb bolamni koyib beraman-da, lekin unga sezdirmasdan albatta ustozga telefon qilaman. Ustoz, nima muammo? Bizda nimadir kamchilik o'tdimi? Biz uyda shug'ullana olmayapmizmi? Bolamiz tarbiyasida nimadir o'zgarish sezdingizmi? deb sekin so'rayman. Kim eding san deb emas. Agar ustoz bolamdagi yo'q, darslarga oxirgi payt tayyorlanib kelmayapti desa, demak u meni yutug'im uchun gapiryapti. Unga zarar kelgani yo'q. U tusda bolani har bittasi haqida alohida qayg'urish. Jamoatchilik nazorati aynan shu, bir-birini nazorat qilish, bir-birini xatolarini eslatish va bir-birini tarbiyalash bilan bog'liq. Qadriyatlarimizda ham Nodir aka shunaqa-ku, aynan bizni bir-birimiz bilan birga, ya'ni bizada qo'shnim nima deydi, qarindosh urug'lar nima deydi degan qarash bugun o'zgarib ketdi-da. Mani kiyimimni ko'rib nima deydi, to'y hashamimni oddiy o'tkazsam nima deydi degan narsalar bilan o'zgarib ketdi. Aslida qadriyatimizda unaqa bo'lmagan. Bolam betarbiya bo'lsa, bizni odamlar nima deydi, qanaqa bola tarbiyalabsan deb aytmaydimi degan yaxshi ma'nodagi qadriyat bo'lgan. Bugun uni afsuski yana moddiyatga bog'langan narsaga aylantirib yubordi. Shu gapingizga hozir bolaligingizni, yoshligingizni esladingiz-ku? Masalan, o'zingizni koyigan ota-onangiz. Eti seniki, suyagi bizniki degan gap bo'lganda, lekin hozir kunga bu to'g'ri kelmayapti. Chunki masalan hozir ozgina koyisa, mayli urush yo'qda tursin, koyisa uyga keladi, darhol ustoziga telefon qiladi-da, keyin urush janjal bo'ladi. To'g'ri, yaxshi ustozlar ham bor, lekin hozir yana o'sha mavzu ijtimoiy tarmoqlarga kirsak, o'zini o'quvchisi bilan, o'zi bolasi tengi kichkina bola bilan urushib, talashib, yulishib yotgan o'qituvchilarni ham ko'ryapmiz-da. Bilmadim, qonunchilikda bularga nimadir, qanaqadir normalar kiritish kerakmi? Yangi qonunlar bu bo'yicha kiritish kerakmi? Aynan mana shu masala bo'yicha Milliy tiklanish demokratik partiyasining saylovoldi dasturida ham aniq masala biz kiritib olganmiz. Demak, biz aytayotgan narsa shuki, maktablarda o'qituvchilarni tanlab olish tizimini tubdan isloh qilishimiz kerak. Maktablarda faqatgina eng munosib o'qituvchilar dars bersin. Ular har tomonlama ham hozir aytishdi-yu, maktabda hamma ham dars bera olmaydi. O'qituvchi bu eng sharafli kasb. Faqatgina eng fidoyilari, faqatgina mana shu kerak bo'lsa o'zini oilasidan ko'ra mana shu bolalarni, boshqa bolalarni yaxshi ko'radiganlar, kechasi halovat bilmaydiganlar, mana shu bolasi o'quvchilarini o'ylaydiganlar, haqiqiy azmu shijoatli insonlargina o'qituvchi bo'ladi. Afsuski bugungi kundagi hamma ham kadrlarimiz bunga javob bera olmayapti. Shuning uchun biz taklif qilyapmizki, dasturimizda demak maktablarda o'qituvchilarni tanlab olish tizimini tubdan o'zgartirish, faqatgina eng munosiblarini o'qituvchilar qilib oladigan bo'lsin. Ular kuchli psixolog bo'lsin. Ular mana shu bola bilan yaxshi ishlaydigan mutaxassis bo'lsin, o'z kasbini egasi bo'lsin. Ana shundagina biz o'ylagan maqsadlarga erishamiz. Mana maktablarda ham psixologlar shtati joriy etilgan, lekin bu o'quvchilar soniga qarab bitta yoki ikkita bo'lishi mumkin. Mingta o'quvchilik joyda albatta u natija bermaydi. Umuman natija bermaydi. Hozir hayot shunaqa tezlashib ketyaptiki, o'zingiz ko'ryapsiz, demak hamma ishlash kerak, yashash uchun ishlash kerak, bu to'g'ri. Ota-onalar ko'p vaqtini ishda sarflaydi, o'z-o'zidan bolalar ko'p holda o'zi yolg'iz qoladi, demak o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Demak bunaqa hayot tez bo'lgandan keyin hayotda stresslik jarayonlar ko'p bo'ladi. Ham ota-ona stressda bo'ladi, ham bola stressda bo'ladi. Meni shaxsiy fikrim, demak maktablarda bu psixologlarni tanlab olishga biz alohida e'tibor qaratishimiz kerak va psixologlar sonini ko'paytirishimiz kerak. Psixologlar shunaqa bo'lish kerakki, bolaning ko'ziga qarab turib, u bola bugun maktabga kelganda oilasida qanaqadir muammo bo'lganini sezish kerak. Yoki bo'lmasa bolani mentalitetida bo'layotgan o'zgarishlarni sezish kerak va bu bola bilan tizimli ishlarda olib borish kerak. Psixolog nafaqat bola bilan, o'qituvchilar bilan ham ishlash kerak. Albatta, o'qituvchilar bilan ham ishlash kerak. Aynan shuning uchun umdaxon men har doim shuni aytaman, bizda psixologlar masalasi, psixologlar tayyorlashiga, sifatiga va ularning sonida jiddiy islohotlar olib borish kerak. Nodir aka, bilasizmi bu nima bilan bog'liq? Men endi hududga borganda albatta siz ham borasiz. Ya'ni milliy tiklanish ko'p maktablar bilan shug'ullanadi va borganda biz albatta maktab va bog'chaga kirmasak qaytmaymiz. O'sha maktabga borganda biz psixologlarni aybdor demoqchi emasmiz. Ya'ni tangani har doim ikki tomoni bo'lganidek, o'sha yaratilgan sharoitlarni muammoli tomoni ham bor. Ya'ni nimaga? Biz aytib o'tdik, juda katta maktablar bor. 1000 nafar o'quvchi tahsil oladi. Tasavvur qiling, u yerda siz O'zbekistondagi eng zo'r psixologni qo'ysangiz ham, u hamma bolani qamrab ola olmaydi. Ya'ni bola, masalan, to'g'ri 1-2 sinf bolalarni u boshlang'ich sinf o'qituvchisi ham o'zi nazorat qila oladi. Lekin bolani 6-sinfdan keyin eng murakkab davr boshlanadi. Ya'ni u o'qituvchini gaplarini, unga nisbatan qarshilik,
o'quvchilar bir-biriga bo'lgan munosabatlardan men eng zo'riman deb qabul qilish, o'ziga bino qo'yish, bu yoshga bog'liq xususiyatlari. Ya'ni bitta sinfni o'ziga hatto 3 ta psixolog ham kamlik qiladi. Ya'ni yoshga bog'liq xususiyatlar bolalarni juda og'ir bo'ladi. Bu davrdan o'tish davri. Bu davrdan o'tayotganda bolaga qattiqqo'llik qilib bo'lmaydi, bolaga taqiqlar qilib bo'lmaydi. Ya'ni u boshqa narsalarni chorlashi mumkin. Shuning uchun ham psixolog shtatlari siz aytib o'tayotgandek maktablarga joriy qilinishi bu yaxshi, lekin bizda nima deydi, endi ijrodagilar bizdan xafa bo'lishmasin. Bizda mana shu qaror chiqdi yoki qonun chiqdi, bajarilsin desa, gap bajarilishida emas, gap uni natijador bajarilishida. Ya'ni xo'p, shu qaror chiqdi, psixolog shtatlari ajratilishi bo'yicha qarorlar qabul qilinibdi. Xo'p, nimaga Vazirlar Mahkamasiga o'sha Xalq ta'limi vazirligi yoki joylarda ishlaydigan bizni o'sha mutaxassislarimiz, kechirasiz, mana bu qabul qilingan qarorda necha nafargacha o'quvchilar bo'lgan maktablarda nechta shtat bo'ligi nazarda tutilmagan. Masalan, 200 ta, 300 ta maktablarda bu ish berishi mumkin. 1000 ta o'quvchilik bolalar joylarda biz maktablarda qanday ishlaymiz degan savol nimaga o'rtaga tashlashmaydi? Ya'ni samaradorlik faqat Vazirlar Mahkamasi yoki vazirlar tomonidan qabul qilingan qarorni joyda ijro etishda emas, uni samaradorligi bo'yicha albatta takliflar bera olishda bo'lishi kerak. Shunda hozir saylov oldi dasturlaringizdan kelib chiqqan holda 5 yil davomida amalga oshiriladimi bu tashabbus? Bitta narsa bizni xursand qildi, chunki o'zingiz yaxshi bilasiz, 2024-yil 18-19 noyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana shu Oliy Majlisda o'zlarining nutqlari bilan demak yangi chaqiriqni boshlab berishdi va aynan mana shu nutqlarida Milliy tiklanish demokratik partiyasining ushbu tashabbusini aytib o'tishdi. Demak, har bitta partiyani saylovoldi dasturida ayrim jihatlarga to'xtalib o'tishdi va bizni fraksiya a'zolarini juda ham xursand qilgan narsa aynan Milliy tiklanish demokratik partiyasini maktablarda pedagoglarni tanlab olish bo'yicha bergan g'oyalarni qo'llab-quvvatlayman deb aytishdi. Demak, men umid qilaman, davlat rahbari aytishdi, bu signal bo'lishi kerak vazirliklarga, mutasaddilarga va albatta partiya ham bundan chetda qarab turmaydi. Birgalikda mana shu ishni albatta muvaffaqiyatli bajarishimiz kerak. Keyin kecha Nodir aka video selektorda ham xuddi shu masala ko'tarib ta'limda. Ya'ni biz bugun ishonib bolalarimiz topshirayotgan pedagoglarimiz bizni ta'lim standartlarimizga qay darajada tayyor, ular bolalarga bilimni qanday berishyapti va bu bolalar bilan shug'ullanish qobiliyati bormi ularni yo'qmi? Shuning uchun ham pedagog kadrlarini tayyorlaydigan institutlarni qayta ko'rib chiqish kerak. Tubdan ko'rib chiqish kerak degan masalani gapirib o'tdilar. Ya'ni bu nima degani? Jamiyat uchun eng muhim masala bu ta'lim. Ya'ni bugun biz nolayotgan ayrim sohalarda o'sha ish bermayotgan shifokorlar bo'ladimi, yuristlar bo'ladimi yoki boshqa soha vakillari bo'ladimi? Bu o'sha ta'limda qayerdadir nuqsonlar borligi natijalari. Ya'ni to'g'ri, biza bugun juda ko'pchilik ota-onalarimiz bizni ko'rib turishgan bo'lsa aytish mumkin. Endi sinf xonalarida 30 ta 35 ta bola bo'lgandan keyin qaysi biri bilan shug'ullana oladi? Buni ham albatta qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Bekorga Nodir aka boya bola tug'ilishi bizda juda ham ko'p. Biz unga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak degan masalani aytib o'tmadilar. Ya'ni har yili O'zbekistonda 1 million bola tug'ilayotganligi bu qarsaklar bilan olqishlaydigan jihat. Qaysi ma'noda? Bizning fuqarolarimiz ko'payyapti, o'zbeklar ko'payyapti degan ma'noda bu g'urur. Lekin buni ikkinchi tomondan iqtisodiy jihatdan davlatga bu juda katta yuk. Ya'ni u ya'ni 1 million bola tug'ilishiga mos bo'ladigan bog'chalar, maktablar, ish o'rinlari yoki xavfsiz yo'llar hattoki bularni albatta nazarda tutish kerak. Ya'ni bolaning rivojlanishi o'sha tibbiy xizmat ko'rsatilishi yoki tug'ruqxonalarning faoliyati, bog'chalarning faoliyati, maktablarning faoliyati va xavfsiz yo'llar bilan ham bevosita bog'liq. Nimaga men qayta xavfsiz yo'llar masalasiga e'tibor beryapman? Chunki oxirgi yillarda o'sha sivilizatsiya deymiz, rivojlanish deymiz, mashinalar ko'paydi, yo'l transport hodisalarida ham bolalarni o'lim holatlari ko'paya boshladi. Buni albatta har bitta kichkina detallarni ham inobatga olish kerak. Bu o'sha mablag' bilan bog'liq, davlat budjetini yanada kengaytirish, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq jarayonlar va bu davlat uchun juda ham katta bir mas'uliyat. Albatta. Yana bitta katta narsa borda, bu bolalarda huquqlari bo'yicha, bolalar masalasi bo'yicha, bu migratsiya masalasi. Endi biz global dunyoda yashayapmiz. Migratsiyani to'xtatib bo'lmaydi. Har bitta fuqaro erkin. Biz ularga konstitutsiyamizda erkinlik berganmiz. Qayerda ishlashlari, kim bo'lib ishlashlari, qayerda ta'lim olishlari bu ularda har bitta fuqaroning erkin. Bu eng rivojlangan davlatlarda ham bor migratsiya. Xuddi shunday O'zbekistonda ham juda ham ko'pchilik hozir tashqarida yaxshi joylarda ishlayapti yoki bo'lmasa mehnat muhojiri bo'lib ishlayapti. Aynan mana shu migratsiyani bolalarni
holatiga ta'siri juda ham chuqur o'rganish kerak deb hisoblayman. Chunki tasavvur qiling, bitta oilada yoki dadasi ketyapti, yoki ayasi ketyapti, yoki ikkalasi ketyapti. Bu yerdagi bolalarning taqdiri masalasi. Aynan eng ko'p stressga tushayotgan, aynan qiynalayotgan bolalar aynan shular bo'lyapti. Demak, ko'p hollarda mana e'tiroz bo'lyaptiki, mana ichki ishlar organlari tomonidan ham ota-onalar ketayotganda kerakli darajada ularga vasiylar tayinlab ketmayotgani. Shunday qoldiryapti-da, ketyapti chet elga. U bolaning ahvoli nima kechadi? Yoki bo'lmasa mana shu vasiylar tayinlayotganda ularni layoqati, ularning moliyaviy imkoniyatlari yoki boshqa imkoniyatlarni hisobga olinmayotgani. Bu bolalarga juda ham stressli holatlarga sabab bo'lyapti. Shuning uchun aynan mana shu nimada konstitutsiyamizda bor bu narsa. Hozir aytib o'tildi, har bitta ota-ona bolasini boqishi, tarbiyashi, ta'lim berishi kerak. Mana shu uchun ham javobgarlikni kuchaytirish kerak deb hisoblayman. Chunki ayniqsa mana shu migratsiyaga ketayotgan ota-onalar albatta vasiylikni rasmiylashtirilishi, agar rasmiylashtirmayotgan bo'lsa, javobgarlikni kuchaytirish kerak. Bo'lmasa bunaqa salbiy holatlar ko'payadi. U nafaqat bu bolani o'ziga, balki atrofidagi odamlarga ham, boshqa bolalarga ham jiddiy ta'sir qiladi. Eng yomoni biz bitta xatoga yo'l qo'yyapmiz jamiyatda. Bolani tarbiyalash, ota-onalik faqat moddiy ta'minotdan iborat emasda. Mana ko'pincha migratsiyaga ketayotgan ota-onalarimiz shu xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'ni buvisiga yoki tog'asiga tashlab ketyapman-ku, pulini yuborsam bo'ldi-da. Bolamni qorni to'q bo'lsa, usti but bo'lsa, yo'q. Bolalik bu qorni to'qlik, usti butlik bilan belgilanmaydi. U albatta ota-ona mehriga to'yib yashash kerak. Mendan ko'ra buvisi juda uni yaxshi ko'radi. Yo'q, u buvi, ona bo'lish kerak. Ota bo'lish kerak. Chunki men hali ota-onalikka tayyor emas edim, lekin buvisi 10 ta bolani katta qilgan. Mani bolamga ham mehr bera oladi. Yo'q, u faqat buvini mehrini bera oladi. Albatta bola ota-onasi bilan yashash kerak. Hech bo'lmaganda voyaga yetgunga qadar uni nafaqat ta'minoti. Hozir boladan so'rang, bolam senga ko'p o'yinchoqlar olib beraman. Bolam senga har oy pul jo'nataman. Lekin o'zim ketaman. Yana ikkinchi variantni oldiga qo'ying-da shu bolani. Men o'zim bolamda ham sinab ko'rganman, boshqa bolalarda ham sinab ko'rganman. Bolam senga o'yinchoq olib bera olmayman. Bolam seni parklarga aylantirishga olib bora olmayman. Lekin yoningda qolaman. Bola albatta yonida qolishingizni xohlaydi. Unga hech narsa bermang, lekin yonida qoling. Hattoki ijtimoiy roliklar ham ishlab chiqildi-ku. Ona, menga toza uyingiz kerak emas, menga siz keraksiz. Ota, menga ishlab topgan pulingiz kerak emas, menga siz keraksiz degan. Ya'ni bolaga albatta ota-ona mehri kerak. Biz bu yerda taqiqlash to'g'risida gapirganimiz yo'q. Bu narsani ham to'g'ri tushunish kerak. Bu narsani huquqiy oqibatlarini, kelajakda oqibatlarini to'g'ri tushuntira berish ota-onalarga va ular ham ongli tarzda to'g'ri qaror qabul qilishlari juda ham muhim hisoblanadi. Fikrlaringizga qo'shilaman. O'zida hozir gapirayotgan paytingizda o'ylab o'tirdim. Mana shu yerga milliy tiklanish bayrog'ini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Milliy tiklanish g'oyalardan kelib chiqqan holda fikr yuritamiz va mendagi oxirgi savol shaxsiy munosabatlaringizni bilmoqchi edim. Xalqning vakili sifatida O'zbekiston bolalarini bugungi kunda nima qiynaydi? Muhimi shu, ota-onalar mas'uliyatini his qilsa, bolada muammo bo'lmaydi. Men o'ylayman, O'zbekiston bolalarida agar ota-onasi yonida bo'lsa, unga hech narsani keragi yo'q. Sizningcha-chi, Nodir aka? Endi Umidaxon, yaxshi onalar, yaxshi onaning fikrlarini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Endi bu savolingizga qarang-da, agar yosh bolaga baxtli bo'lish uchun ko'p narsa kerak emas-da. Aytganidek, ozgina narsa bilan ota-onasi oldida bo'lsa, u bola baxtli bo'ladi. Hali aytdim-ku, urbanizatsiya masalasi. Ko'pchilik shaharga intilyapti, lekin qishloqlarda ham hali ham bizda juda ham ko'p bolalarimiz yashaydi. Mana shuning uchun iloji boricha chekka qishloqlarimizdagi, mana shu qishloqlardagi sharoitlarda, bolalar uchun sharoitlarimizni shahardagidan kam bo'lmaydigan darajada qilishga harakat qilishimiz kerak. Bu bo'yicha ishlarimiz ketyapti. Yana ham ko'p qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki masalan, men hududga borganda ko'p ota-onalar aytadiki, bizga davlatning bog'chasini qurishga yordam bering deyshadi. To'g'ri, u yerda xususiy bog'cha bor, oila bog'chasi bor, lekin ular davlatning bog'chasini xohlashadi. Chunki nima deydi, davlatning bog'chasi baribir boshqacha bilim beradi, u yerda standartlari bor, ozgina bo'lsa ham mas'uliyat bor. Rahmat sizlarga kattakon. Hurmatli bizni tomosha qilayotgan zamondoshlarimizga eslatib o'tamiz. Hozirda bizning mehmonlarimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasining yetakchisi Alisher Keldiyevning ikkita o'rinbosarlari Umida Rahmonova va Nodir Tilaboldiyev. Ular shuning bilan birgalikda bitta qo'mita a'zolari, Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari qo'mitasining faollari hisoblanadi. Mazmunli suhbat, kerakli ma'lumotlar uchun xalq vakillariga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bugun biz
og'riqli savollar berdik. Eshitish qiyin, gapirish og'ir, lekin jim tursak, gapirmasak ertaga yana bir bola zo'ravonlikning qurboni bo'lishi mumkin. Shunday ekan, bugungi kunda amaliyotda qonunlarimiz ishlashi kerak. Qonunlar ishlashi uchun biz gapirishimiz, so'rashimiz, talab qilishimiz lozim. Bugun biz mana shu stol atrofida podkastimiz orqali bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish va uning oldini olish bo'yicha qonunchilikda qanday yangiliklar bor, deputatlarimizning fikrlari qanday, shu borada suhbat qilgan edik. Keyingi podkastimiz orqali yana bir dolzarb mavzu atrofida suhbatlashamiz. Hozircha sizlarga e'tiboringiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zingizni va bolalaringizni asrang.